Azizlar, ChatGPT bor, mana hozir ko'pchiligimiz ishlatamiz. ChatGPT. Ana o'sha ChatGPTdan diniy masala, diniy hukm yoki bir diniy savol berib javobini olsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Mumkin emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inna hadha dina ilm fanzuru amman ta'khuduna dinakum deganlar. Albatta bu din ilm, sizlar ana o'sha ilmni kimdan olayotganinglarga qaranglar deganlar. Va Alloh taolo fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deb Qur'oni Karimda aytadi. Bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglar, ya'ni ulamolardan, olimlardan. ChatGPT bu shaxs emas, bu shunchaki bitta programma, ya'ni bir dastur. Adashishi mumkin, xato qilishi mumkin va xato qilyapti ham. Bir kun bir masalani aytishdi, shu ChatGPTdan qidiruvdik, shunaqa chiqdi dedi. Shu ChatGPTdan qidirgan masalani menga tashlab berdi. Shu kitoblari, bitta kitob Fatvo olamgiriya, Fatvo hindiya degan kitob bor. Ana o'shanda kelgan masala palon bet palon kitobida degan. Shu kitobni shu betini ochdim, lekin shu yozuv yo'q. Yolg'on. Aldab qo'yadi. Ishonib qo'ymanglar. ChatGPTdan diniy masala olmanglar. Dunyoviy masalalarda rivojlanish, texnologiya, fan, ilm unda ishlatiladi, lekin diniy masalada, halol harom masalasida ChatGPTdan masala so'ralmaydi va uni bergan fatvosi noto'g'ri.